Andijon viloyati Asaka tumani Oqbo'ra degan joyga kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerga polni akfa eshik romlarni o'zimiz qo'yib berganmiz. Bu yer ayvon bo'ladi. Ayvonni yana keyinchalik yopamiz dedi. Bu yerda eshiklarni Termona va Champion seriyalaridan hisoblaganmiz. Hozir buni sizlarga yoritib beraman hozir qanaqa hisoblaganimizni. Nima uchun Termo, nima uchun Champion qo'yganmiz? Ikki xil eshikdan foydalanganimizni sizlarga yoritib beraman bu yerda. Termo eshiklarimizni bu yerda spalniya xonaslariga termo eshik qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ya'ni ochilib yopilishlari. Gipsagardonlarga e'tibor beringlar, o'ta chiroyli chiqdi gipsagardonlari. Ikki tomonli istalgan pechkalardan qo'yilgan. Shu qanaqa mashinaning logotipi? Kommentariyada yozib qoldirasizlar. Romlariga Engelberg 7007 cm plas seriyali romlardan qo'yib berganmiz. Fornax mexanizmlar, nemetskiy mexanizm va nemetskiy ruchkalar va Lux degan ruchkalarimizdan. Panoramik ko'rinishlar, xudo xolisa, shu arzon chiqadigan varianti, ham dizayn tomonlama ham chiroyli chiqadi. E'tibor beringlar. Agar bu yerga bu ko'zini kichaytirib 3 ta ko'zli qiladigan bo'lsa yoki 5 ta ko'zli qiladigan bo'lsa, bunaqa chiroyli ko'rinish bermaydi. Xudo xolisa, ideal ko'rinish. Ochilishlarni ham klient bilan kelishgan holatda shu hamma romlarni chapga ochiladigan qilib bering, bir xilda bo'lsin deydi. Hammasini bir xilda qilib qo'yib berganmiz. Uy polni tuplit bo'lgan. Hamma yo'g'i issiqqa, issiq sovuqda yaxshi ushlaydigan, issiq kirmaydi. Tashqaridan qishda issiq hech ketmaydi. Men o'zim ko'rdim, uni ichlarini polni tuplit qilgan, patologlarigacha. Pollari ham saqich surka tuplit qilgan ekan polni. Endi keyingi xonasini ko'rsanglar, bu Champion seriyadan qo'yganmiz. Tashqi ko'rinishi termo bilan bir xilda. E'tibor berasizlar, termoni ko'rinishini. Osha-moshalari, ruchka, zamok hamma yo'g'i bir xilda qo'yiladi. Hattoki ichki tomonlarini ham ko'rsataman. Ruchkalarni ham Akfa firmasiga oid ruchkasidan qo'yib berganmiz mana. Zamoklari ham tash termod zamogi. Poliamitlarigacha hamma narsasi shuni ishlangan termodik. Shpingaletlari, e'tibor berasizlar. Hamma narsa shu termodik ishlaydi. Faqat bu sovuq seriya, холодный seriya deyiladi. Bir kamerali. Buni qanaqa joylarga qo'yishni tavsiya beramiz. Biz mijozimiz bilan gaplashganimizda bu xona bilan bu xonani mehmonxona bo'ladi degan uchun bu yerlarga shu Champion seriyasidan tanlaganmiz. Chunki mehmon qishda pashti kelmaydi. Kelgan taqdirda ham 3-4 soatga bemalol isitib ola olasiz xonangizni. Asosiysi romlari issiq seriya bo'ladi. Romlarni ichkari tomondan ko'rsataman. 3 ko'zli bo'lgan. Ko'pchilik shu dizayn tanlayotganda rom dizaynlarda jihatdorliklar yo'l qo'yadi. Chunki ko'zlar qancha katta bo'lib ko'ringanda ham arzon tushadi, ham chiroyli ko'rinadi. Mana shu joyga kimdir 4 ta ko'zligan qo'yadi, mayda-mayda ko'z bo'lib ketib qoladi. Biz aynan shunaqa dizayndan foydalanganmiz. Endi dizaynlarni to'liq mijozni o'zi bilan xil-xil dizaynlar qilib beramiz, eng yoqqanini qo'yib beramiz. Bu Engelberg romimiz 3 ta rezinkali bo'ladi. Trayno rezinkali. Tashqari tomonda bitta rezinkasi, o'rtada bitta rezinkasi va ichkarida bitta rezinkasi bo'ladi. Alohida shunaqa plankalar bilan qatiriladi bu. Yopilishlari ham zo'r termoga o'xshab yaxshi yopiladi. Bu termo. Mana bu xona issiq turibdi. Endi qachon o'tni yoqqan bilmayman, lekin issiq. Muhammad Ali bu yerga o'tni qachon yoqqan sohlimatda? Bu xonaga. Bugun 8 larda yongan. Undan keyin yoqmadi deyishdimi? 7da yoqqan ekan, mana soatimiz 2 bo'lyapti. Lekin xonaning ichi issiq turibdi. Tuplit bo'lgan xona. Shunaqa xonalar qilishlar tavsiya beramiz. Va shunaqa termo eshiklar qo'ysanglar, issiq sovuqda yaxshi ushlab beradigan eshiklarimizdan bu. Bu ham termo bo'lgan. Termo 7000 dan. Ichkari ko'rinishlari. Romlarimiz. Hammasi romlar pashti bir xil. Eshiklarda eni 1.10, 1.15, bo'ylari 2.35. Kimga narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyada yozsanglar. Endi bu narxlari har xil chiqadi, razmerlari har xil bo'lgani uchun taxminan kvadratlari 110-120 dollar atrofida tushadi bular. Engelberg 7000 romlarimiz. Termo eshiklarimiz eng arzoni rangiga qarab va dizaynlariga qarab 250 dollardan 400 dollargacha qilamiz. Chunki bu unaqa eshiklar sal qimmatroq chiqadigan eshiklarda, yonida kichkina ochiladigan ko'zi borligi uchun sal qimmatroq chiqadi, rasxoti ko'p. Chunki petlar ko'p ishlaydi bunga. Kelgan mexanizm ko'p ishlagani uchun, qanot ko'p ishlagani uchun buni narxi ozgina qimmatroq chiqadi. Agar kvadratga solishtiradigan bo'lsangiz, 1.10 emas, 1.40, 1.50 romlar bo'lsa, ular arzonroq chiqadi. Gulxo'y joyi qancha katta bo'lgan sari rom eshiklar narxi arzonroq chiqadi. Bu Champion seriyadagi eshigimiz. Shu nimani Engelberg 7000 termo
profillarimizdan ko'ra arzonroq chiqadigan va dizaynni o'zgarmaydigan eshiklardan hisoblanadi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Savollar bo'lsa kommentariyada yozsanglar javob beramiz, xudo xolasa. Mabodo kommentariyada ham javob bera olmay qolsak, ishlar bilan bo'lib qandaydir ko'rmay qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Telegramdan va WhatsAppdan bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Videoda kamchiliklar, xatolar bo'lsa, ozgina uzr so'raymiz endi sizlardan. Yangi video olishni boshladik YouTube uchun. Xudo xolasa ko'p videolar ulashib boramiz. Obuna bo'lib qo'yinglar, sizlarga ham foydali bo'lib qoladi, xudo xolasa.